Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa mana navbatdagi darvozamizni ham o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib oldik. Darvozamiz juda ham chiroyli holatda chiqdi aziz yurtdoshlar. Oddiy skromniy juda ham bir chiroyli darvoza chiqdi. Albatta ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Yoqsa bittadan like bosib, kommentariyada o'zlaringizni qiziqtirgan savollarni yozib qoldirib o'tishlaring mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, albatta shunaqangi sifatli temir darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarimizga. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bu darvozamizni aziz yurtdoshlar, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumaniga olib kelib o'rnashtirib berdik. Akalarimiz o'zlari bizni YouTube'dagi kanalimizni ko'rishib, albatta bizga aloqaga chiqishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib, zakaz qilishganda, mana juda ham chiroyli qilib imorat solishib qo'ydi va yaxshi niyatda mana xonadonlariga bizga zakaz qilib, chiroyli, juda ham bir oddiy skromniy variantdagi darvozani zakaz qilishganda, xudo xohlasa, kelib o'zimiz o'lchab ketib, joylariga mana o'zlarini ko'rib, xato baho berishlaring mumkin. Plotniy qilib o'rnashtirib berdik. Mana umuman bir devor bilan stovkani chetida zazorlargacha qo'ymay chiroyli qilib o'rnashtirdik. Hurmatli yurtdoshlar, bu darvozamiz 2 lister yasalgan, bir qavatli ruchnoy rabota darvozamiz. Razmeri eniga 350, bo'yiga 4-5 sm razmerda bo'ldi. Darvozamizning asosiy stoykalari aziz yurtdoshlar 5 qo'llik shivler, qovurg'a profillari, ichi yutashi, albatta darvoza baquvvat turishida bir katta ahamiyatga ega narsa. 1.7 lik stenali 6 ga 4 profildan foydalanganmiz. Kraskasiga to'xtalib o'tsak, to'q mokriy asfalt svetda bo'ldi. Albatta gruntovkalarni sepib, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz. Darvozamiz balandligini hisobiga hurmatli yurtdoshlar, mana shu tepa qismini 50 sm qismini promoga bo'ldi va darvozamiz 3.50 sm razmerda ochiladigan qismi bo'ldi. Mana shu zamoklariga ham to'xtalib o'tsak, zamoklari Zuber zamokdan qo'yilgan, hurmatli yurtdoshlar, mana rezinkalarigacha qo'yib, polni mana chiroyli holatda qilib, yengil ochiladigan holatda qilib o'rnashtirdik. Kraskalariga to'xtalib o'tamiz. Kraskalari aziz yurtdoshlar mokriy asfalt, matviy holatda qilib sepildi. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz dastavka ustanovkasi ichida 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan tayyorlab berdik. Albatta polni sifatli temir mahsulotlardan tayyorlandi. Endi mana shu darvozamizni 700 ming so'mdan 950 ming so'mgacha tayyorlash mumkin, materialga qarab kelishilgan holda va hozirgi kunda temir darvozalarning 1 kvadrat metri 500 ming so'mdan 2 million so'mgacha bo'lyapti. Albatta bizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, kelishilgan holda O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa aziz yurtdoshlar, chiroyli qilib tayyorlab, bitirib, olib borib aytilgan manzilga imkon boricha ustanovkalarni qilib beramiz. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.